Voy, mana mashinani olib kelib zo'r qilibsan jigar. Qalay? Zo'r. Naqdga 200-300 ming sotilyapti, adashmasam. Shunaqa. Menga 3 kunga yarim narxiga chiqaringlar. Ya, o'rtoq, uni limiti bor. Ayni. Lux Car Rental'da xo'jayini bo'lsang, o'zingni qo'lingda-yu. O'rtoq qara, 50 tadan oshiq mashina bor. Xohlaganingni ol, lekin buni emas, lekin ularni ham yarim narxiga bermayman senga. Qanaqa og'aynisan? Bitta choyxonada o'tirganmizmi? 5 ol, bosh xotirmagin-da. Yaqinligimiz hurmati bitta mashinadan chiqaringlar. Ertingdan kelib mana Gentrainimi, Cobaltini ham olib ketaman. Biz yaqinmiz-da, to'g'rimi? Yaqin emasmizmi? Og'aynimiz, o'rtoqmiz do'stsan-ku. Senami mashinamni urib olgan paytlarimda o'shanda qancha yordam beruvding? Menga yordam berganmiding o'zi? Farzandim kasal bo'lib qolganda, yomg'irda kechqurun uyingga chiqib pul so'rovdim men sendan. O'shanda yordam beruvmiding? Ha, aytgancha, mana shu ishni endi boshlagan paytimda odamlar ozgina uxlatib bu yoq qilib zararga kirgan paytimda qancha yordam beruvding? Bermaganman. Endi qaysi vijdon bilan yarim narxiga so'rayapsan? Og'ayni klientlar kutib qoldi. Yaxshi narxlarda mashina kerak bo'lsa, ofisga kiraverasan. Charchama.